Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? YouTube'dagi videolarimga like bosib, qiziqish bildirib, kommentariyalar yozib turganingiz uchun rahmat. Bu menga yana ham motivatsiya beradi. Dubay hayoti haqidagi videolarimni davom ettiraman. Oldingi videoda ko'rgan bo'lsanglar, qanaqa Dubayda yashashni plus taraflari borligini gapirib o'tgan edim. Bugun esa hali hech qayerda aytilmagan minus taraflarini sanab o'tmoqchiman. O'ylaymanki, bu video Dubayga ko'chib kelishni rejalashtirganlar uchun foydali bo'ladi va albatta oxirigacha ko'rsanglar, o'zimning maslahatlarimni ham berib o'taman. Ko'chib kelishingiz bilan o'ylaysiz, ozodlik, yangi hayot, mana Dubayga ko'chib keldim deb, lekin Birlashgan Arab Amirliklarida tartibni saqlab turish uchun katta jarimalar joriy qilingan. Masalan, oddiy mashinangizni noto'g'ri parkovka qilib qo'ysangiz yoki bo'lmasa ko'chada odamlarni videoga olish katta jarimaga ega. Baxtsiz hodisalarni videoga olish katta jarimaga olib keladi. Bu bir tarafdan yaxshi, tartibni qattiq saqlab turish uchun, lekin birinchi ko'chib kelgan odam moslashish qiyin bo'ladi, chunki ba'zi davlatlarda bunaqa narsalarga oddiy qarashadi, katta e'tibor qilishmaydi. Bu yerda har bir narsa shartnoma asosida bo'ladi va shartnomalarni bekor qilish jarimaga olib kelishi mumkin yoki qo'shimcha to'lovga olib keladi. Misol uchun, oddiy uyingizga Wi-Fi o'rnatmoqchi bo'lsangiz, birinchi dogovor qilinadi. Qanchadir muddatdan keyin siz boshqa joyga ko'chmoqchi bo'lsangiz, dogovor atmen qilib, to'lovini to'lashingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam oddiy fitnesga abonement sotib olsangiz, 5-6 oydan keyin uni atmen qilmoqchi bo'lsangiz, uni ham to'lovi bor. Yoki bo'lmasa, ishga joylashdingiz, qanchadir muddatdan keyin shartnoma qilindi, 2 yillik yoki 3 yillik shartnomalar qilindi va 3-4 oydan keyin sizni fikringiz o'zgarib qoldi, boshqa joyga ishga o'tmoqchisiz. Bu ham katta shtraflar asosida bo'ladi. Shuning uchun har bitta shartnomani yaxshilab o'qib, tanishib chiqish kerak bo'ladi. Uchinchisi, shahar jamoat transportida yurish uchun yaxshi mo'ljallanmagan. Bir qarashda o'ylaysiz, metro bor, avtobuslar yuribdi, lekin aslida bu kundalik hayot uchun yetarli emas. Chunki metro bekatlari ba'zan juda ham bir-biridan uzoqda. Avtobus hamma joyga ham bormaydi. Perisadka qilish uchun noqulay. Ba'zan shahar markaziga borish uchun deyarli 1 soat vaqt ketishi mumkin. Chunki Dubay asosan avtomobillar uchun moslashgan shahar. Agar sizda mashina bo'lmasa, bu haqiqiy kamchilikka aylanadi. To'rtinchisi, Dubayda yashashning eng katta kamchiliklaridan biri bu ijara haqqi. Bu yerda uy-joy juda ham qimmat, ayniqsa siz yaxshi hududdan yoki shahar markaziga yaqin joyda yashashni istasangiz. Va uy narxidan tashqari qo'shimcha depozit beriladi, agent komissiyasini to'lashingiz kerak bo'ladi va bundan tashqari juda ham ko'p uylar 1-2 oyga berilmaydi ijaraga, asosan 1 yillik shartnoma asosida beriladi. Shuning uchun ko'p odamlar shahardan uzoqda yashaydi va ko'p vaqtini yo'l-yo'lakay sarflaydi. Odamlar aslida gapirmaydigan yana bir kamchiliklardan biri bu yerda haqiqiy do'stlarni orttirish juda ham qiyin. Dubayga dunyoning turli chekkalaridan odamlar keladi. Ishlash uchun, pul uchun, tajriba orttirish uchun. Ko'pchilik bu yerda vaqtinchalik. Siz kim bilandir endi do'st bo'lishni boshlashingiz bilan ozgina vaqtdan keyin boshqa davlatga ko'chib ketadi. Shahar gavjum, odamlar ko'p bo'lib ko'ringani bilan, lekin haqiqiy do'stni orttirish qiyin va bu sizning emotsional holatingizga albatta ta'sir ko'rsatadi. Oltinchisi, sizni hissiy holatingizga ta'sir qiladigan yana bir muhim narsa bu doimiy ravishda yaxshiroq bo'lishga bo'lgan bosim. Dubayda hamma biznes qilgan, katta lavozimda ishlagan, loyiha qilgan, o'zini ideal versiyasini topishga harakat qilgan odamlar band va bu sezmasdan o'zingizni taqqoslashga olib keladi. Siz o'zingizni hech qachon yetarli ish qilmayotgandek his qilasiz. Ko'proq ishlagingiz keladi, ko'proq pul topgingiz keladi va bu sizni hissiy holatingizga ta'sir qiladi. Ozgina muddatdan keyin charchagan his qilasiz o'zingizni yoki xavotirlaringiz oshib ketadi. Hattoki ozgina dam olganingiz uchun ham o'zingizni aybdor his qilasiz. Har bir joyda bo'lganidek, bu yerda ham o'zini plus va minuslari bor, lekin kamchiliklarga moslashni bilsangiz, shahar o'zini imkoniyatlarini sizga ochib beradi. Agar siz endi ko'chib kelgan bo'lsangiz yoki rejalashtirayotgan bo'lsangiz, hozirgi beradigan maslahatlarim sizga yordam beradi deb o'ylayman.
Lekin undan oldin video yoqqan bo'lsa like bosish, kanalimga podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Agar savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Birinchi maslahatim, hamma do'govurlarni qo'l qo'yishdan oldin yaxshilab o'qib chiqing. Tushunmasangiz 2-3 marta so'rang. O'zingiz uchun saqlab oling yoki skrinshot qiling. Arenda do'govuri bo'ladimi, bank karta ochirishmi, ish bo'yicha shartnomalarmi, hammasini yaxshilab tanishib chiqing. Ikkinchisi, kamida 2-3 oylik xarajatlaringiz uchun oldindan pul yig'ib qo'ying. Kutilmagan xarajatlar chiqsa ham xotirjam bo'lasiz va moliyaviy zarar ko'rmaslik uchun. Ishga har kuni 1-2 soat metroda yo'lga vaqt sarflab boradigan variantlarni o'ylamang. Undan ko'ra, ishingizga yaqinroq joyda yashashga harakat qiling yoki mashina haydash uchun litsenziya olishga harakat qiling. Chunki har kunlik uzoq yo'l sizni charchatadi va samarali ishlashingizga ta'sir qiladi. To'rtinchisi, o'zingizga vaqt bering va boshqalar bilan solishtirmang. Instagramda hamma omadga erishganini ko'rsatadi, lekin orqasidagi stresslarni ko'rsatmaydi. Ba'zan o'zingizni yolg'iz, charchagan yoki motivatsiyasiz his qilish bu normal holat. Moslashish vaqt talab qiladi. Shuning uchun o'zingizni solishtirmang. Shunchaki harakat qilishda davom eting. Agar siz allaqachon Dubayda yoki boshqa chet davlatda yashayotgan bo'lsangiz, kommentariyada o'zingizning maslahatlaringizni yozib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.